Burada yomg'irda yotibdi mana. Keramzitdan blok qo'yib bo'lmaydi, maydalanib ketadi, og'ir yuk ko'tara olmaydi degan akalar uchun maxsus. Bu zabor plita keramzitdan quyilgan bo'ladi. Kamida 30 yil, 40 yildan beri mana shu zdaniyada zabor vazifasini bajarib turgan, lekin bitta joyiga bitta tirishini tushmagan. Bu bo'lsa bizani keramzit blok mahsulotimiz anchadan beri qorda, yomg'irda yotibdi. Ko'rib turibsizlar. Mana. Burada yomg'irda yotibdi mana. Agar sementni markasini to'g'ri tanlashni bilsanglar, hech qaysi sinmaydi. Shlaka blok bo'ladimi, keramzit blok bo'ladimi sinmaydi. Blokimizni apparatda kesilgan holati, ichki qismini ko'ryapsizlar, juda ham zich. Chunki vibropressda quyiladi, bu blokning mustahkamligini oshiradi. Agar sizlarga ham keramzit blok yoki keramzit mahsulotlari kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasiz.